Shahar Qoq markaziga, Eshonguzar degan joyga ponni noldan isitishni qilyapmiz. Katta yo'limiz xonadonda orqa tarafiga ustanovka bo'lyapti. Xonadonga jami 5 dona har xil razmerdagi panelli radiatorlar. Har doimgidek magazin xarajatlarini o'zimiz tomonidan hammasini noldan isitish tizimiga olib kelib, ponni noldan isitib beryapmiz. Xonadonga 5 dona xuddi shunaqa har xil razmerdagi panelli radiatorlarimizni ustanovka qilib berganmiz. Sistemani samatok sistema qilib montaj qilib beryapmiz. Ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli, sifatli ishlarni qilib bitirib beryapmiz. Keyingi xonamizga ko'rib turganlaringiz 40 sm ga 1.60 razmerdagi panelli radiatorimizni ustanovka qilib, avratkalarni polni ustidan juda ham uklon berib, sifatli original ishlarni qilib beryapmiz. Burilishlarga e'tibor bersizlar, alohida burilishlar o'ta ham chiroyli sifatda, mana tepalar ko'tarilishlar atvodimiz, o'zining radial atvodlaridan foydalanib ishlatib beryapmiz. Kottejimizga kiraverishga 50 sm ga 2 metrlik panelli radiatordan foydalandik hamda oyoqlarini qatirib noshka bilan ustanovka qilib beryapmiz. Avratkalari ko'rib turganingiz juda ham chiroyli, burilishlar umuman suvga qarshilik bermaydigan qilib sifatli legolardan foydalanib o'tyapmiz. Keyingi xonamizga 50 sm ga 1.80 razmerdagi panelli radiatordan foydalandik. Avratkalari juda ham chiroyli bo'lib, xonadonda remontiga shikast etmasdan sifatli original ishlarni qilib bitirib beryapmiz. Mana bani ekan, bani remont bo'lgan, ko'rib turganlaringiz tekstoletdan bo'lgan, umuman remontini buzmasdan, sifatli akfa bo'lsa ham akfani buzmasdan, sifatli original. Aytayotganimdek, suvni qarshilik qilmaydigan, bu yerdan biz atvoddan foydalanmaymiz. Atvodda qarshilik bo'lishi mumkin ozgina. Shuning uchun mana shunaqa polatvodlarni, legolardan foydalanib beryapmiz. Mana keyingi xonamizga, hammamiz ichkari tomoniga 50 sm ga 60 razmerdagi panelli radiatordan 80 ekan, 50 ga 80 razmerdagi panelli radiatordan foydalanib berdik. Juda ham chiroyli, sifatlari alohida e'tibor berilgan. Umuman remontini buzmagan holatda xonadonlarga 100% garantiyali qilib topshiryapmiz. Katta yo'limiz xonadonda orqa tarafiga mana mashta отдельный joy bor ekan, maxsus o'sha urilayotganda katta yo'l xonaga tayyorlab ketilgan ekan. Mashinaga qo'ydik. Katta yo'limiz utuplonniy, atrofi apshipka qilingan, sovuq ta'sir qilmaydi. Katta yo'limiz topkasiga 45 kilo ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, uyni teplik izolyatsiyasiga qarab, minimum 12 soatdan maksimum 1 sutkagacha juda ham chiroyli bo'lib yonib beradi. Katta yo'limizga qo'shimcha 4 dona ichi tashi nержавейка terlamaydigan bazalt va dimoxotlardan foydalanib o'tdik. Dimoxotimiz bir donasini narxi 450 ming so'mdan. Izolyatsiyalar ko'rib turganingizdek, padachiga qizil, отдельный, yo oq yo yaltiroq berib qo'yilgan yo'q. Qizil, padachi qizil bo'ladi, abratga ko'k bo'ladi har doimgidek. Xo'p, dimoxot narxi bir donasi 450 ming so'm, shapkasi 150 ming so'm bo'ldi. Hamda katta yo'limiz utuplonniy, katta yo'limiz narxi 8.500 ming so'm. Katta yo'limiz komplektida ventilyator bo'ladi, pogrushnoy termostat bo'ladi. Bu termostat vazifasi 40 ga qo'yasizmi, 45 ga qo'yasizmi, o'sha aytilgan gradusda bir me'yorda ishlaydi. Hamda silivnoy suvni to'kib yangilagani kranlar bo'ladi. 3 barga vzrivnoy klapan, podachi, обратка orqalarda hammasida foto bor. Hamda traynoy ulagani komplektlar qo'shib beriladi. Ko'pchilik samatok sistema qilyapsizlar. 32 ga 6 nasosni nimaga qo'yasizlar deydi usta aka? Sirkulyatsiya nasosini nimaga qo'yasizlar, samatok sistema qilasizlar deydi. Rasxodni kamaytirgani. To'ppa-to'g'ri, rasxodni kamaytirib, suvda harakatini tezlatgan, to'g'ri? To'siya bilan birinchi to'siyani hisobini bir xil ushlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Yana bor, sanasam yana ketaman. Ha, oxiri tagi yo'q, to'g'rimi? Santexnika sohasining oxiri yo'q deydi. 45 gradus yoqmoqchi bo'lsa, sirkulyatsiya bo'lishi sekinlab ketadi. O'sha 45 gradusda oxirgi to'siyani ham, bosh to'siyani ham shu. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Hamma ishni qildirishdan oldin mutaxassisga murojaat qilish kerak. Oddiy misol mana shu ustakalarimiz eng kami 8 yil tajribasi bor, xudo xolasa isitish tizim bo'yicha. Faqat isitish tizim qiladi, yo'nalish, mana shu gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirlik yo'llar, sifatli santexnik ishlarni qilib 100% garantiyaga ega qilib bitirib beramiz. Xonadon isitishiga 2 yil kafolat beramiz. To'g'rimi usta aka? Xohlasa inshaalloh. Xo'p, ko'pchilik aytadi, sirkulyatsiya nasosi o'zi kerak emas deydi. Kerak emas. Mana misol kuz, bahor oylarida 80 gradusga qo'yilgan bo'lsangiz, uyingiz ichi hammom bo'lib ketadi. O'shani hisobiga sirkulyatsiya nasos qo'yib turib, ko'mir rasxodini ozaytirasiz, uni sharaqat 45 ga qo'yasiz. Bo'ldi, 45 gradusdan o'tmaydi ham, tushmaydi ham. Bir me'yorda xonadoningiz gupillab isib turaveradi. Sovuq tushiga yaqin, ya'ni 50 gradusmi, 60 gradusmi sekin-sekin qo'shib olaveradi. Sizlarda ham xonadonlaringizga shunaqa effekt kuchli ko'mirlik yo'llari va sifatli santexnik ishlarni qildirmoqchi bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa bizni santexnik brigada faqat vodiy bo'ylab shunaqa xonadonlarni isitish tizimini yoz oyiga emas, qish oyiga 2 yil kafolat beramiz. Xudo xolasa bizni yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun
Shunaqa ko'milli katta yo'llar va sifatli santexnik ishlarni qilib bitirib berish. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga kat yo'l dastavkamiz bor. Kat yo'lmi, radiatormi, nima bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasi bog'lanib, harakat qilib ishlayni 100% mana shu isitish tizim sohasida qanaqa muammoga duch kelgan bo'lsa, hammasini yechishga harakat qilib beramiz. Bizni santexnik brigadamiz xonadonga olib kelinadi. Mana shu xonadoniga qanchalik narsa ketadigan bo'lsa, ortganini yana vazifat qilib pulga hisoblab qayta o'tkazamiz. Ko'pchilik savol beradi. Xo'p, buni olib kelding, menga buncha oshiqcha narsa olib kelishing keragi yo'q deyiladi. Andijonda To'raqo'rg'on, Nanay yoki misol Namanganda To'raqo'rg'on, Nanay tomonlari, Andijonda Jalaquduq chekka bizdan uzoqroq tomonlarga borib qoladigan bo'lsak, 4 metr turba yetmay qoldi. Kechqurun soat 9:30 biz qayerga yuguramiz? Ertasi kunga qolib ketishga ham 9:30 da 4 metrda shik-shik ulanadi, qaytib keladi. Bu turbalar ortib qolsa bizga umuman ziyoni yo'q. Oshiqcha pul sarflamaysiz. Mana shu xonadoningizga qancha turba qo'yilsa, olib kelinadi. Hattoki 1 metrli turbani ham pulga hisoblab qaytib olib kelamiz. Sizning uyingizda qo'y haydagani kaltak bo'lib qolmaydi. 1 metrli turbagacha hisoblab, hammasini vazifat qilib, turba ortadimi, fitinlar ortadimi, izolyatsiya ortadimi, hammasini xudo xolasa qaytarib olib ketamiz. Sizni xonadoningizga qo'yilgan narsaga haq to'laysiz. Yana qaytarib o'taman, bizning yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'milli katta yo'llar va sifatli santexnik ishlarni qilib berish. Videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Videoga like bosib, maksimal darajada shunaqa santexnik ishlarni va sifatli ko'milli katta yo'llarga tanishlarga yuborib qo'yamiz.